28 bob. İshak Yaqubni yeniga chaqirib, uningga duo qilib, mundaq buyurdi. Sen Qanonli qizlarga o'ylanma. Paddan Aram rayoniga berib, onangning otasi Betuelning uyiga bor. U yerda onangning aksi Labanning qizlaridan birini ol. Hammaga Qodir Xudo sana baxt ato qilib, ko'p farzand berib, ularni nurg'un millat qilg'ay. U İbrahimga bergan va'dasi bo'yicha sana va sening avlodlaringga baxt ato qilg'ay. Sen hozir musofir bo'lib yashayotgan, ya'ni Xudo İbrahimga va'da berib bermoqchi bo'lgan zaminni sana taqdim qilg'ay. Shuning bilan İshak Yaqubni Paddan Aram rayoniga, o'zi Aramliq Betuelning o'g'li Labanning yeniga yo'lga soldi. Laban Ribaqaning oksi bo'lib, Ribaqa bo'lsa Asov bilan Yaqubning onasi edi. Asov İshakning Yaqubga duo qilib, uni Paddan Aramga o'ylanishga avatganligidan, shundaqla İshak uningga duo qilganda Qanonli qizlarga o'ylanmaslikni topilganligi hamda Yaqubning ota-onasining buyrug'i bilan Paddan Aramga kelganligidan xabar topdi. Asov buningdan otasi İshakning Qanonliq ayollarni yaxshi ko'rmaydiganligini tushundi. Shunga u İbrahimning o'g'li İsmoilning yeniga berib, ayollarining ustiga tog'isi İsmoilning qizi Maholatni oldi. Maholat Nebayotning singlisi edi. Yaqub Bershabodan ayrilib, Haronga qarab yo'lga chiqdi. Kun patqanda u bir yerga yetib kelib, shu yerda qo'ndi. U bir toshni beshiga qo'yib, yerda yetib uyquga ketdi. U tushida yerdan toki osmongacha taqishtirgan bir palampayni ko'rdi. Xudoning farishtalari palampayda yuqori tuvan mengib yuratdi. U yana Parvardigorning palampayning usti tarafda turib, uningga "Men Parvardigor, bovang İbrahim va otang İshak e'tiqod qilib kelgan Xudo bo'laman. Men hozir sen yotgan zaminni sana va sening avlodlaringga ato qilaman. Ularning soni yerdagi qumdek ko'p bo'lib, sharqdan g'arbga, janubdan shimolga tarqalib, butun zaminni qoplaydi. Yer yuzidagi butkul millatlar sen va sening avlodlaring orqali baxt topidi. Men sana yor bo'laman. Sen qayaga bosang, seni shu yerda qo'g'dayman, hamda seni bu yerga qaytirib kelaman. Sana bergan va'damni ishga oshirmoqcha, seni hargiz tashlamayman." devatqonligini ko'rdi. Yaqub uyqusini uyg'onibla, "Men bilmabdikanman. Parvardigor haqiqatan bu yerda ekan", dedi. U qo'rqib ketib, "Bu nima degan qo'rqinchli joy? Bu boshqa yer emas, dal Xudoning uyi. Eshikchi chiqadigan darvoza ekan", dedi. Ertasi tong saharda Yaqub o'rnidan turib, beshi qo'ygan heliq toshni xotira qilish uchun tiklab, ustiga yog' quyib, uni Xudoga otdi. Bu yerning burunqi ismi Luz bo'lsa-mu, Yaqub uni Baytal, Xudoning uyi deb otdi. Ondan u Xudoga qasam qilib, "Agar sen menga yor bo'lib, safirimda meni qo'g'dab, menga yemak-ichmak, kiyim-kechak yetkazib berib, meni yurtimga omon eson qaytarsang, shu vaqtda sana mangu agishiman. Men xotira qilib tosh tiklab qo'ygan bu joy insonlar sana ibodat qiladigan muqaddas joy bo'lsin. Menga beg'ishganlaringning 10dan birini sana taqdim qilaman", dedi.